Assalomu alaykum hammaga. Bu Oxuscha podcast. Bugungi bizning mehmonlarimiz Oxus talabalari Usmon aka va Abubakir. Abubakir, Usmon aka, sizlarni avvalambor tabriklayman shu yutuqinglar bilan. O'sha yutuq haqida qisqacha gapirib bersanglar va o'zinglarni tanishtirsanglar. Assalomu alaykum. Meni ismim Abubakir. Oxus universitetida o'qiyman. Assalomu alaykum. Meni ismim Usmon. Oxusda 2-kurs talabasiman va xat kiberxavfsizlik tayyorlov markazida ham talabaman. Va o'sha yerda SMM menejer lavozimida ishlayman. Yaqinda Markaziy Osiyoda birinchi o'rinni olib keldinglar. Mana shu haqida gapirib bersanglar ozgina. Abubakir? Xo'p, bizda Qozog'istonda bo'lib o'tdi, ya'ni bu Xitoyning olimpiadasi edi. Bu yerda bo'lgan bizning proyektimiz, ya'ni loyihamiz Satellite Access Technology for Smart Agriculture. Ya'ni bizning sohamiz o'z aslida dala bilan ishlash edi. Biz ya'ni Qozog'istonda bo'lib turgan olimpiadada qatnashib birinchi o'rinda olganimizda, unda bizning loyihamiz Satellite Access Technology for Smart Agriculture bo'ldi. Lekin aslida bizning loyihamizning o'zi asl qiladigan narsasi bu internetga bormaydigan joylarga satellite, ya'ni sun'iy yo'ldosh orqali internetlarni yetkazib olib borish, RSM texnologiyasi yordamida. O'sha musobaqa uchun tayyorlagan loyihalarni o'zi ideyasi qayerdan keldi? Xo'p, menda o'z aslida team lider bo'lib gapiradigan bo'lsam agar, bu loyiha birinchi kelishi menda maktabda o'qib turganimda, prezidentskiy maktabda o'qiganman. U maktabda menga loyiha berishgan. Ya'ni men 7-sinfdan o'sha bu loyihani ustida ishlab kelganman. O'sha maktabni bitirdik. Universitetga o'tganimizda universitetdan biz chempionatga olib chiqamiz, ya'ni olimpiadaga olib chiqamiz deyishdi. Saralov bosqichlarini o'tdik hammasidan. Keyin Qozog'istonga olib ketishdi. O'zi qiyinchilik bo'lmadimi o'sha loyihani qilayotganda? Nimalarda qiyinchilik bo'ldi va qanaqa yechim topdinglar shunga? Qiyinchilik ozgina bo'ldi boshida. Ya'ni biz bu loyihani universitetga olib kelganimdan keyin o'zimning gruppam bilan, team bilan ishlash ozgina qiyinroq bo'ldi. Yangi odamlar, chunki yangi muhit bo'ldi u yerda. Ularga o'rgatib olish uchun ozgina boshda problemalarimiz bo'ldi va bizda eng asosiy problema bo'lgan bu yo'nalish bo'yicha 2024-yili G-Space kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimiz kerak bo'lgan. Ularning sun'iy yo'ldoshlaridan foydalanishimiz uchun. Lekin biz oddiy student bo'lganimiz uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi. Lekin rahmat xitoylik partnyorlarimizga, ya'ni ular bizga yordam berishdi. Shu kompaniya bilan shartnoma tuzib berishdi. Biz bemalol endi ularning sun'iy yo'ldoshlaridan foydalanamiz. Tushunarli, rahmat. Endi Usmon aka, sizga yuzlansak, hozir mana shu IT sohasiga qanaqa qiziqish bo'lgan? Ya'ni kimdir qiziqqanmi? Qaysi yo'nalish bilan kirib kelgansiz o'zi birinchi? O'zim hali IT sohasiga umuman aloqam bo'lmagan boshida. Men o'zi chetda yashab kelganimdan keyin qattaligini ham aytib ketish shart emas, to'g'rimi? Aytib ketavering, qiziqarli. Xo'p, men o'zi bu o'qishga, ya'ni Oxus universitetiga kelishimdan oldin 4 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, ishlab, qisman o'qib ham kelganman. Ozgina shu Covid paytlari, Covid kasalligi kelgan payt hammada muammo, finansiy, moliyaviy jihatdan, boshqa jihatdan, shuning uchun ishlashga majbur bo'ldim. Shundan so'ng kelganimdan so'ng men u Amerika Qo'shma Shtatlarida ham iqtisod fakultetiga universitetga topshirganman, James Madison universitetiga. Keyin qarasam qiziq emas ekonomika fakulteti men uchun, meniki emas. Bo'ladi-yu odam o'zi xohlaganda. O'shanda ishga o'tib ketdim, logistikada ishladimda. Kelganimdan keyin akalarim bilan maslahatlashdim. Nima yaxshi, nima qilsam o'zim kelajagimga foydali, ya'ni o'sha non topib ketadigan, yaxshi moliyaviy sizni keyinchalik rivojlantira oladigan soha, ya'ni IT. Hozirda hamma yoq kompyuterlashib ketgan. Va bir akam bilan maslahatlashib tursak, menga kiberxavfsizlikni maslahat qilishdi. Keyinchalik O'zbekistonda hali bu soha yo'q. Endi kirib kelyapti, shuning uchun qiziqqin. Hozirchalik tepadagi eng yaxshi joylar bo'sh. Hozir o'shandan keyin akamning maslahatlaridan keyin men Oxus universitetiga talaba sifatida kirgan bo'lganman va keyinchalik xat, ya'ni o'zim qiziqib Instagramda postlarni ko'rgandim shunaqa kiberxavfsizlik markazi borligiga. Sekin-sekin kiberxavfsizlikka ham qiziqib, hozir mana deyarli IT vakili hisoblanaman. Tushunarli. Abubakir, sizda qanaqa bo'lgan IT ga kirib kelish? Menga IT ga kirib kelish 2017-yili boshlangan.
unda qiziqishim o'zi menda ingliz tili matematika bo'lgan. Undan keyin uydagilar o'zi majburlashgan boshida. Ya'ni menda o'zi birinchi soham veb dasturlash bo'lgan. Ya'ni front-end back-end bo'yicha. 2017-yildan 2018-yilni dekabrgacha bu narsani o'rganganman, bu sohani men. Keyin o'sha ishlashni boshlaganman veb dasturchilikda. Veb dasturchilikda ishlab, keyin maktabni bitirgandan keyin o'sha o'zim yo'nalishimga ketmoqchi bo'ldim, computer science da. Oxford universitetiga kirdim. O'zimning soham bo'yicha ketaman dedim. Keyin hakerlik endi hammaga qiziq bo'lgani uchun pen testerlik yo'nalishi bor. Ya'ni cyber security. Axloqiy hakerlik. Axloqiy hakerlik. Ya'ni hakerlardan himoya albatta. Shunga qiziqdim keyin. Endi hamma haker bo'lishga qiziqadi o'zi boshida. Yo'q, men cyber securityga keyin kirdim, o'qidim yo'nalish bo'yicha. Hozircha yaxshi, Xudoga shukr. Siz hozirda qishloq xo'jaligida qanday muammolarni yechish mumkin? Xo'p, agar bu loyihani boshidan chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda biz 3 ta kompaniyaga o'rnatdik buni. Birinchisi Farmrose, undan keyingisi Uzbekistan National Agriculture Company va oxirgisi Tigo kompaniya. Keyinchalik shu loyiha bo'yicha qanaqa rejalaringiz bor? O'zbekistonga foyda keltiradigan. Hop, boshida aytib o'tdim, bu loyihamiz bizda internet yetib bormaydigan joylarga internet yetkazib olib borish, tog'larning uchiga yoki qaysidir joylariga kabellar orqali internetlar yetib bormagan bo'lishi mumkin. Biz shuni sun'iy yo'ldosh orqali yetkazib boramiz. Bu birinchi o'rinda faqat dala uchun emas, MCS bor, ya'ni tog'larda internet yetib bormagan joylar. O'zgidromet centerning o'zining stansiyalari bor. Yana musobaqaga to'xtalsak, 25 ta o'rindan, ya'ni 25 ta jamoadan birinchi o'rinni olish qanaqa his berdi? Hop, to'g'risini aytadigan bo'lsam, men loyihani topshirib chiqqanimdan keyin birinchi o'ringa o'zi harakat ham qilmaganman. Chunki o'ylamagandim birinchi o'rin bo'lishini. Top 10 taliga kirsam ham katta gap deb turardim. Международный olimpiada bo'lganim uchun. Endi hammasi yozilgan ekan, nima deymiz? Birinchi o'rinda aytishdi, juda xursand bo'ldim o'sha chiqib turganimda ham. To'g'risi birinchi marta unaqa menda reaksiya bo'lishi, ya'ni qaltirash rostdan o'sha yerda bo'lgan. Ya'ni tananing muzlashi, hayajon hammasi o'sha yerda bo'lgan. Birinchi marta. Oxford universitetiga ham katta rahmat. Bu loyihani qo'llab-quvvatlab shunaqa katta olimpiadalarga olib chiqqaning uchun. O'zi musobaqa jarayonida eng esda qolarli dam qaysi bo'ldi? Endi hammaga har xil, lekin birinchi o'rinda men uchun qaysi bo'ldi? Musobaqadan bir kun oldin biz yetib borgandik Qozog'istonga. Men ko'rdim, shu musobaqada o'sha ya'ni musobaqa bo'ladigan xona ustalar ishlab, hamma joyda o'zi to'g'rilab turishgan ekan biz uchun ertangi kunga. O'sha kuni menga mentorim aytdi, shu yerda tayyorlanib ko'rgin dedi. Speech qilib ko'rgan, ya'ni aytdi xitoyliklar, qozoqlar hamma bor edi, ustalar hamma joyda qilib turishdi. Hammani oldida speech qilib, tekshirib ko'rdi spikerlik qobiliyatini. Birinchi bo'lib esimda qolgan holat shu bo'ldi, chunki ular meni eshitmayapti deb o'yladim. 8 minut bo'ldi, polni o'shda gapirdim, shug'ullandik. Tugagandan keyin men o'ylamagandim, xitoyliklar, qozoqlar hammasi eshitib turibdi deb, lekin hammasi qarshi cho'vordi. O'sha vaqtida ancha odamni motivatsiya ham yo'q. Birinchi speak anaqangiz bo'lganiga hayajon ham bo'ldi sizda. Birinchi bo'lganga hayajon ham bo'ldi. Endi mayli hayajonni yeydik, lekin boshqacha reaksiya berdi odamga. Qolganlari motivatsiya berdi. Ertangi kun olimpiada uchun bu narsa ancha. Hammaga bu narsani sinab ko'rish tavsiya qilaman. Bir kun oldin tayyorlanishda. Musobaqada birinchi o'rin olganingiz sizga qanaqa yutuqlar olib keldi? Oxus tomonidan, o'sha musobaqa tomonidan qanaqa taqdirlashlar bo'ldi? Oxus tomonidan endi ikkinchi kurs uchun grant beramiz deydi. Agar kelajakda nima bo'lishini so'ramoqchi bo'lsangiz, unda magistratura uchun bu menga juda ham katta yutuq bo'ldi. Tushunarli, rahmat. Usmon aka, o'zingiz aytdingiz, sizning asosiy qiziqishingiz aynan kiber xavfsizlik bo'yicha. Shu haqida bilmaydigan odamlarga qisqacha sodda tilda tushuntirib bersangiz va shu kiber xavfsizlik bo'yicha kelajakga qanaqa foydalar keltira olasiz, niyatlaringiz, planlaringizni aytsangiz qisqacha. Xo'p, kiber xavfsizlikni o'zi men nimaligini o'zimning tushuncham bo'yicha javob beraman, chunki boshlaganimga o'zi 7 yoki 8 oy bo'ldi. Onlayn birovlarga o'zini shaxsiy ma'lumotlarini bermaslik va kiber xavfsizlik ham aynan shu narsani insonlarni ogohlantirish va ularni himoya qilish bilan shug'ullanadi. Menga eng yoqqan jihati kiber xavfsizlikni odamlarga foyda tegadigan kasb. Ya'ni siz ularni himoya qilasiz. Armiyada xizmat qilayotganlar sizni chegarada himoya qilsa, bu yoqda onlayn hududda, onlayn chegarada kiber xavfsizlik xodimlari himoya qiladi.
Keyin agar kiber xavfsizlikka ham yo'nalishlari bor. Juda ko'p yo'nalishlari bor. Endi ko'pchilik faqat xakerlikni biladi, Xakerlik, o'g'irlashni biladi. Lekin bizada ko'proq nima mashhur bo'lyapti? Ya'ni himoya qilish. Hujumlarni aytyapsizmi? Nima mashhur bo'layotgan? Aynan bizada kiber xavfsizlik etilganda pentesterlik tushuniladi va asosiy shu ilg'ori suriladi. Ya'ni shu narsa o'rgatiladi bizga. O'sha haqida tushuntirsangiz. Chunki ko'pchilikni tushunchasi kiber xavfsizlik deydi, lekin ko'proq tushunmaydi va haker desa hamma tushunadi. Sizlar faqat yaxshi hakersizlar, to'g'rimi? Endi haker desa, ko'p odamlar kiber xavfsizlikni ham tushunmaydi. Haker desa odamlar yomon faqat pul o'g'irlash. Hozirgacha shunaqa, hozir ham aktual. Lekin haker degan tushuncha o'zi juda boshqa ma'noni anglatadi. Bu degani qisqa bir yo'nalish emas, to'g'rimi? Yo'q, haker har xil yo'nalishi bor. Web hakerlar bor. Juda har xil, lekin umumiy qilib haker deyiladi. Bizda ya'ni o'sha aytganimdek hujumchi bilan himoyachi bor. Meni yo'nalishim bu hujumchi. Ya'ni hakerni nima qilayotgan jarayonlari bo'lsa, biz ham xuddi shu jarayonlarni amalga oshiramiz, lekin oldindan kelishilingan holatda. Ya'ni qaysidir zaif joyini topish uchun. Topib, uni o'sha bizaga zakaz, ya'ni bizaga yordam so'ragan insonlarga mana shunaqa joylaringda zaiflik bor, buni yopmasang, hakerlik shu joydan kirib, seni shaxsiy ma'lumotlaringni o'g'irlaydi yoki pullaringni o'g'irlaydi degan tushuncha bor. Shuning uchun haker deganda noto'g'ri narsa tushunish kerak emas va asosan haker tushunchasini oldiga axloqli so'zini ham qo'shish kerak. Axloqli hakerlar ham bor. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Va hozirgi holatim bo'yicha men o'zi Hadda Abubakir bilan birga o'qiymiz. Abubakir mendan sal keyin kelgan bo'lsa ham deyarli bir xil uruvyapsizlar. Olib ketyapmiz. Va hakerlikni birinchi qiziqayotgan odam baribir shu tizimni buzishga qiziqib boshlaydi. Misol kompyuterlarga kontur misol qilib oladigan bo'lsak, o'qlarni tugamaydigan qilish, bu ham bitta hakerlikning misoli. Prosta ichiga o'sha o'yinning ichidagi kodlarni ichiga biroz o'zgartirish kiritib, o'qingizni tugamaydigan darajada qilsangiz bo'ladi. Bu bitta hakerlikning misoli ham deyiladi. Endi buni ko'p cheaterlar deb atashadi, boshqa deb atashadi. Endi bu kichkina hakerlik. Shu narsa orqali insonlar, ko'p yoshlar qiziqib hakerlikka kirishi mumkin, lekin yomon yo'lga kirib ketish ham juda oson, chunki odamlarni O'zbekistondagi odamlarni hali gigiyenasi rivojlanmagan, bemalol tushishi mumkin tuzoqqa demoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan Telegramdan fayl yuborib, bank shotidagi hamma pulni yechib olish. Shunaqa. Shu uchun shu harakat qilish protsessidaman shu insonlarni ko'proq, men hozirchalik o'zim o'qiyotganligim uchun keyinchalik shuni men rejalashtirib qo'yganman, insonlarni shunga e'tiborini kuchliroq qaratishiga, o'zini himoyasiga, o'zini shaxsiy ma'lumotlarini birovga bermasligi. Oddiy magazinga kirsangiz ham pin kodingizni so'raydi. Bu o'zi mumkin emas narsa. Hech kimga o'zingizni pin kodingizni berishingiz mumkin emas. Shuning uchun shu narsa meni qiziqtirgan va shu narsa uchun men kiber xavfsizlikka kirganman. Kelajakka planli mana shu kiber xavfsizlik bo'yicha. Endi men uni oldin gapirishdan oldin men shu Had o'quv markaziga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki juda ham ko'p kiber xavfsizlik mutaxassislari yetishib chiqarishyapti. Keyin o'zimni ham mentorim Timur akaga ham juda ham kuchli mentor. Shu o'zlariga o'xshab, o'zlaridan ham rivojlanishini studentlarni xohlaydigan mentor. Meni ham shu darajaga kelishimga shu qisqa vaqt mobaynida, chunki men nimaga bunga urg'u beryapman? Bizda Red Zero va Red One guruhlari bor. Red Zero guruhida mashina ishlanmaydi. Mashina deganda Windows bilan Linux tizimlari borda. Katta kompaniya yoki Windows ishlatadi 80% holatda yoki Linux ishlatadi 20-15% holatda. Shu mashinalarni, ya'ni biron bir kompaniyaga hujum qilayotgan vaqtingizda siz Windowsga yoki Linuxga hujum qila olishingiz kerak. Va shularni biz Red Zero'da o'tmaymiz. Va shunga qaramasdan ustozning berilgan motivatsiyalari va bilimlariga tayangan holda men O'zbekistonda yaqinda adashmasam sertifikat 2 oy bo'ldi chiqqaniga, 1 oy yoki 2 oy. CGCA Certified Junior Analyst degan sertifikat Hexbox platformasida. Unda mashina ishlaysiz, tizimni buzasiz.
Va Red Zero'da bu imkoni yo'q. Sizning talabalarni agar Red Zero materiali bilan o'qib kelinsa, buni imkoni yo'q, chunki yo'lda mashina buzilmaydi. Lekin men shu sertifikatni yaqinda oldim. Menimcha shu O'zbekistonda birinchi bo'lib olgan sertifikatim O'zbekistondagi yoshlar orasida, kiberxavfsizlik mutaxassislari orasida junior darajasidagi sertifikatni birinchi men oldim desam bo'ladi, bunaqa darajada. Va keyingi qo'ygan maqsadim sertifikatlarni olish, CPTS, OSCP degan yuqori darajadagi IELTS 8, 7,5, 8, 9 darajadagi sertifikatlar bor kiberxavfsizlikda ham. Shu sertifikatlarni olib, shu davlatimizga foydasi tegadigan mutaxassis bo'lish. Va shu o'rinda Oxusga ham ustozlar berayotgan bilimlari uchun shu birinchi kursda o'qigan IT, ya'ni shu computer science fakultetimizda olgan bilimlarimiz orqali ham juda foydasi tegdi. Shu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman Oxusga alohida. Ikkinchi musobaqa haqida ham gapirib bersanglar, kimni vazifasi qanaqa bo'ldi, sizniki va Usmon akaniki? Xo'p, ikkinchi musobaqa ham Toshkentda bo'lib o'tdi, lekin u Osiyo bosqichi edi. Ya'ni u ham Xitoy olimpiadasi edi. Faqat unda boshqa loyihamiz bo'lishi kerak edi. Ya'ni AI Guardian loyihasi. Bu loyihada Usmon aka speaker bo'ldilar, o'zlari gapirib bersalar, ancha tahlil qilib beradilar loyihani. AI Guardian ma'nosi shuki, insonlar, ya'ni shu mashinada haydab ketayotgan paytida, vaziyatida ularni sun'iy intellekt yordamida, sun'iy intellekt qo'llanilgan qurilma yordamida charchagan haydovchi holatini analiz qilib, uni to'xtashga majburlash. Buni biz sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish orqali proyekt qilib olib chiqdik. Ya'ni nima bo'ladi? Mashinada bitta qurilma bo'ladi. Sizni yurak urishingizni, ko'z holatingizni, yuz holatingizni mashinada ham ulangan bo'ladi. Shu tormoz holatlari, haydash holatlari, rul holatlariga qarab analiz qiladi. Bizning sun'iy intellekt bilan ishlaydigan qurilmamiz. Analiz qilib mashinani chekkaga ol deydi yoki iPhone'larda ham bor bilsanglar, SOS deb aytiladi. SOS-da. Shunaqa holatlarda SMS yoki telefon qilish orqali ogohlantiriladi yaqin odamlar. Shunaqa vaziyatda yoki shunaqa vaziyat ketyapti degan narsada ogohlantiradi. Va bizni shu proyekt men o'zim 4 ta jamoa, 4 ta guruh a'zosi bilan chiqdik. 4 ta jamoadim men uzr. Va faxrli ikkinchi o'rinni oldik. Ikkinchi o'rinmidi o'zi? Ikkinchi. Va qiyin bo'lmadi, to'g'risi. Prosta oddiy chiqib proyektni tushuntirib berib, jamoaga ishongan holda 4 ta odam, 4 ta vazifa, hamma o'zini chiqib o'zini yo'nalishini gapirdi va qizlarga ham rahmat. Albatta. Birinchi o'rinda qatnashgan. Shu hisobida ikkinchi o'rinni jamoa ishlagan holatda oldik. Jamoa. Dalisha keyingi bosqichga o'tilmadi. Keyingi bosqichi endi keyinchalik Xudo xolisa yangiliklar bo'lishi kerak, chunki u hozir boshqa mintaqalarda ham ketyapti jarayon, musobaqa jarayoni. Agar yangilik bo'lsa, uje bu yog'i adashmasam Xitoyga yo'llanma. Xitoyga menimcha shu qishda bo'ladi. Qishlarda ketsa kerak. Endi unda Xitoyda yo'llanma buniki qanaqa edi? Ya'ni Xitoyda 3 oylik bizda Winter School. Lekin birinchi proyektimiz bo'yicha ham yaqinda oktyabrda mana shu 15-lariga Xitoyga ketishimiz kerak. Osiyo mintaqaviy bosqichi bo'lgan bo'lsa, endi buni biz международный bosqichga chiqamiz. Dunyo xalqaro bosqichiga chiqamiz. Shu xalqaro bosqichiga endi borishimiz kerak. Oktyabr o'rtalarida bo'ladi. Universitetlarda bir qatorda Xudo xolasa endi. Xitoyda qaysi loyihani yoritmoqchisizlar? Endi Smart Agriculture'ni, ya'ni internet orqali foydalandik-ku. Xuddi shu loyihamizni biz bo'lib o'tmoqchi bo'lgan olimpiadada shu proyektni olib chiqmoqchimiz. Bunga endi komandam bor. Xudo xolasa ular yordamida. Duoda bo'lib tursanglar, birinchi o'rin endi Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kiberxavfsizlikka oid yana ozgina gaplashib o'tsak, o'zimiz bilan qurilmalar olib kelganmiz. Kiberxavfsizlikka oid, ya'ni shu kiberxavfsizlikda aytganimdek har xil yo'nalishlari bor va bu bizning qurilmalar buni jismoniy pen testing deydi, physical, ya'ni shu Wi-Fi yoki Bluetooth yoki eshik kartalarni xavfsizligi bo'yicha tekshiradigan qurilmalar. Misol uchun, birinchi qurilmamizni oladigan bo'lsak, bu qurilma Wi-Fi to'lqinlarini yoki Bluetooth to'lqinlarini kesadigan qurilma. Buni yoqqan taqdiringizda biron bir ishlab turgan naushnikdagi AirPods yoki ishlab turgan Wi-Fi'ni uzadi, qurilmalardan uzadi. Va bu hech qanaqa noqonuniy amaliyot bajarish uchun emas, balki kelishilingan holda
sinab ko'rish. biron bir kompaniya, firma yo shaxs bilan kelishilingan holda bu narsani xavfsizligini himoya qilish maqsadida biron bir shaxs kompaniyani xavfsizligini himoya qilish maqsadida yaratilgan qurilmalar va bir shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchimiz. Biz hech qanaqa noqonuniy amaliyotlar bajarmaymiz. Biz prosta shu o'zimiz uchun tajriba sifatida va shu o'rganish maqsadida yasaganmiz. Va keyingi qurilma desa ham bo'ladi, bu chipda. Ya'ni buni ichiga kod yozasiz. Kod yozganingizda shu kompyuterga, ya'ni Windows, Linux kompyuterlariga moslashgan kodlar bo'ladi. Har xil kod yozsangiz bo'ladi. Buni kompyuterga tiqqaningizdan keyin chiroyli rasmlar chiqib keladi. Bo'ladi. Nima yozganingizga qarab. Misol uchun terminal ochib berishi mumkin, viza qo'yib berishi mumkin, ichidagi daniylarni olishi mumkin. Bu ham bir xavfsizlikni tekshirish maqsadida ishlab chiqilgan hisoblanadi. Qolgan qurilmalarni Abu Bakir davom etsin. Abu Bakir bu yerda bizga qiziq va tanish bo'lgan menimcha ikkita narsa bor. Bu domofonni kaliti va karta desak bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, endi bundan asosiy maqsadda ishlatish bu pentesterlar uchun o'z aslida ko'chada yoki kimnidir bu narsani qilib ishlatib ko'rish tavsiya bermaymiz. Xo'p, bu ikkita ko'rgan narsangiz, ya'ni kart kloning deydi. Kimnidir bunda ishlatilgan narsa, ya'ni kimnidir kartasi bo'lishi mumkin yoki domofon eshigi bo'lishi mumkin. Agar kartasini bu o'ziga klon qilib oladigan bo'lsa, bundagi informatsiya kartaga buning uchun yoziladi va NFC orqali ishlatib yurasiz. Uni kartasini ichidagi mablag'lar. Ikkinchisi, ya'ni o'zi aytib o'tganingizdek, domofon. Agar domofon eshigidagi kalitlarni ham bu klon qilib olib bunga yoza olsa, physical pentesting uchun kerak, ya'ni bu narsa aslida, ya'ni bironta binoga siz pentesting qilib sinamoqchisiz. Aytganlaridek Wi-Fi'larni o'chirdingiz, kameralarni o'chirdingiz, siz u binoga kirib borishingiz kerak. Binoga kirish uchun domofon kaliti bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'zini moslamalari bo'lishi mumkin. Bu klon qilib oladida bunga shu informatsiyani yozib beradi. Ya'ni nusxa qiladi. Kloning sifatida foydalanish. Bunisi hozir tushuntirib o'tganlaridek bu TFT deyiladi. SP32 bu ham bu ikkalasi ham bir xil chipda ishlaydi. Bu ham jamerlik qiladi, ya'ni Wi-Fi Bluetoothni o'rtasiga, to'lqinni o'rtasiga tushib buzib qo'yadi va o'sha Bluetooth yoki Wi-Fi'ni o'ziga klon qilish qobiliyati bor bunda. Ya'ni hozir biz Oxford universitetida o'tiribmiz. Oxford universiteti Wi-Fi'ni o'chirib qo'yib, o'zi klon qilib Oxford universitet tomonidan Wi-Fi tarqatadi. Xuddi shu nom bilan, xuddi shu shaklda Wi-Fi tarqatib, siz u Wi-Fi'ga kirsangiz, u Wi-Fi'ga siz Oxusga kirgan Wi-Fi credentiallar, ya'ni parollar bilan kirasiz. Bu xuddi shuni klon qiladida, siz Oxus Wi-Fi'ni shu bilan olsangiz bo'ladi. Kimdir ulangan bo'lsa, xuddi shu parollarni bunga olib kirib beradi. Va siz xuddi shu chiqqan parolni haqiqiy Oxus Wi-Fi'ga ulab bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy tilda aytsa Wi-Fi buzish desa ham Wi-Fi bo'ladi. buzishda. Yana bir ma'lumot, xavfsizligiga qaranglar, chunki kartalarda agar NFC'si bo'lsa, ya'ni terminalga urib pul o'tkazish amaliyotini kartangizda bajarsangiz, kartangizni xavfsizligi uchun kartangizni NFC'sini himoya qiladigan hamyonlar oling. Uni tiqsangiz, boshqalar kelib, shunda yoniga ushagan holatda ham siz kartangizni bemalol NFC'sini klon qila oladi. Ya'ni sumkangizda tursa ham u notiqsiz klon qilsa bo'ladi. Fiziki qo'lida bo'lishi kerak, yaqin joylashish kerak, lekin u yoqda qo'yib, bexosdan qo'yib ketsangiz ham klon qilib olish xususiyatiga ega. Shunga qaranglar. Xavfsizlik masalasiga yanada chuqurlashadigan bo'lsak, parol, ya'ni ishlatadigan kodlarni kuchliroq qo'yinglar. Chunki qancha oddiy kod ishlatsanglar, uni hakerlar shunchalik tez va oson buzadi. Xuddi bir eshikning qulfiga o'xshaydi. Oddiy qulf qo'yib qo'ysanglar, uni kelib bemalol ochib kirib ketishi mumkin. Agar murakkab, kuchliroq qulf qo'yadigan bo'lsanglar, unga yillar mobaynida yoki oylar mobaynida vaqt ketadigan darajada qiyin bo'lishi mumkin. Eshigingizni buzish xuddi shu ham sizni Instagram, Telegram, karta xohlagan vaziyatdan tashqi nimasi bo'ladi? Любой vaziyatda demoqchiman-da. Любой vaziyat, barcha vaziyatlarda parollar sizni qutqarib qolish qobiliyatiga ega. Shuning uchun e'tiborli bo'ling parollaringizga, qo'yadigan parollaringizga. O'sha buzish tug'ilgan yilingizni qo'ymang, itingizni ismini, mushugingiz ismini, o'zingiz ismingiz bilan tug'ilgan yilingizni qo'yib qo'ymang hech qachon. U juda ham zaif hisoblanadi. O'shani qanaqa buzish aytsa bo'ladi?
Yo sirmi u? Yo'q, nimaga sir? Qanaqa tarzda buziladi? Men eshitdim, Abubakir menga aytib berdi, kodlarni ro'yxati bo'ladi ekan. U kodlar joylashtiriladi, to'g'rimi? Endi u bitta yo'li. Bitta yo'li. O'shani gapirib beraylik, qiziqarli bo'ladi. Endi brute force'ga kelamiz. Ya'ni eng oson turi Wi-Fi kodlarni buzishning eng oson turi desak bo'ladi. Faqat Wi-Fi emas. Instagramingiz bo'lishi mumkin, Telegram, даже notebookda yoki telefonda parollari ham bo'lishi mumkin u narsa. Men uni buzishim uchun eng oddiy yo'li men sizni haqingizda ma'lumotlarni bilishim kerak. Ismingiz, familiyangiz, yaqin odamlaringiz, yaxshi ko'rgan hobbingiz, yilingiz. Shunga qarab men word list, ya'ni so'zlar to'plami bo'ladimi? Word list yasab chiqaman. Uni o'zini kodlari bor. U so'zlar to'plami orqali o'ziga u 8 talik bo'ladimi, nechta simvolli bo'lsa ham o'zi kod yaratib beradi. O'sha kodlarni birma-bir sinab chiqadi. Avtomat tarzda. Rocky misol uchun bor. Rocky file u. Juda ham misol qilsa olsak bo'ladi. Uning ichida juda ham ko'p. Shu biz O'zbekistonda deyarli meni o'ylashim bo'yicha 80% odamni paroli shuning ichida bor. U butun dunyodan olingan parollar ro'yxati desak bo'ladi uni. O'shaning ichidagi har bitta parolni sinab chiqadi, ya'ni brute force qiladi. Instagram uchun qo'yasizmi, Telegram uchun qo'yasizmi, nima uchun qo'ysangiz ham o'shani logini teriladi, kodini brute force qilib chiqadi. Birontasi to'g'ri kelib qolishi mumkin-da. Endi buni buzishda yo'llari juda ko'p. Misol uchun ikkinchi yo'li ham. Ikkinchi yo'li social engineering. Usmon aka o'zlari tushuntirib beradi. Ijtimoiy muhandislik albatta. Social engineering deyiladi. Endi bu endi sodda qilib aytganda firibgarlik. Ya'ni buni qonuniylashtirilgan termini ijtimoiy muhandis. Ya'ni bu nimani tekshiradi? Bu insonlarni tekshiradi. Odamlar yana bitta qiziq fraza bor. Eng zaif narsa bu eng zaif nuqta bu inson. Inson omili eng zaif hisoblanadi. Shuning uchun shuni aytib o'tish kerak, ijtimoiy muhandislar ham hozir bizga shu biron bir kompaniyani, ya'ni ishchilarini biron bir xo'jayin tekshirmoqchi bo'lsa, ya'ni qanchalik o'zini himoya qila oladi. Uning ishchilarining qo'lida moliyaviy masalalar bor, ichki kompaniyani hujjatlari bor va shularni qanchalik darajada himoyalayotganini tekshirmoqchi xo'jayin. Ijtimoiy muhandis keladi yoki telefondan turib onlayn yoki kelib fizik ijtimoiy muhandislik qilish mumkin. Ya'ni aldashga urinadi. Buni internetda ham social engineering examples deb qidirsangiz, ya'ni misollar deb qidirsangiz, internetda juda ko'p. Ya'ni telefon qiladi, biron bitta ayol telefon qiladi, yonida o'tirgan holatida uni bitta reportaj syomka qilayotgan bo'ladi. Ya'ni hayotda shu social engineering qanday amalga oshadi. Va notebookidan yig'layotgan bolani ovozini qo'yib qo'yadi. Va erini nomidan qiladida, erimas lekin mana shunaqa vaziyat deydi, tushuntiradi vaziyatini, bolam yig'layapti deb chiroyli gapirib gaplashsa, bank xodimiga telefon qilgan bo'ladi. Bank xodimi unga balansini aytadi, unga pin kodini o'zgartirishga yordam beradi va shunaqa kichkina amaliyotlarni o'zi bilmagan holda bajaradi. Va bu ham bitta social engineeringning bitta turi va sizni parolingiz, siz haqingizda daniylar, ma'lumotlarni olish uchun social engineeringni bemalol ishlatsa bo'ladi. Misol sizga Telegramingizdan xat borgan, APK faylni yuklang yoki mana bunaqa sizga nima desa bo'ladi? Kimdiringiz nimadir bo'ldi, mana buni oching, ko'ring yoki qanaqadir jiddiy hujjat keldi, siz uni rostdan ham deb o'ylab ochib yuborishingiz holatingiz mumkin. Bu ham social engineering. Telefon qilib sizga nimadir taklif qilishi mumkin va keyin sizni karta daniylaringizni olish harakat qilishi mumkin. Bu yosh katta odamlarga hozir qilinayotgan bitta asosiy hujumlardan biri hisoblanadi-da. Va bu ham social engineering. Social engineering bu juda katta va juda ishlanishi kerak bo'lgan soha hisoblanadi. Bu ham bitta pen testingning turi. Menimcha o'sha social engineeringning ijtimoiy muhandislikning eng sodda va oson yo'li menimcha yoshi kattalarga telefon qilib kodini so'rash. Zaif odamlar imkoniyatidan foydalanib, bank xodimimiz, mana shu parolni ayta olasizmi degan narsa. Shunaqa telefoningizga kod bordi, shuni aytib yuboring, ular aytadi, keyin balansdagi hamma hushyor bo'lishimiz kerak hozirgi paytda. Xavfsizlikka birinchi o'rinda e'tibor bering. Hozir hamma narsa onlayn. Iloji boricha o'zingizni xavfsiz tuting va himoyalaning. Mana shu odamlarga qanaqa maslahat berasizlar himoyalanish bo'yicha?
oson tilda, baribir birinchisi menimcha o'sha parolni qiyinroq qo'yish. Ikkinchisi aytganingizdek kartalarni ochiq holda bitta joyga qo'yib ketmaslik va keyinchalik karta emas. Oddiy karta emas, xohlagan narsangiz, misol telefoningiz qoldi ochiq. Nima qilish mumkin emas. Notebookingiz ochiq qoldi. Do'stlar davrasida bo'lasizmi, boshqa yerda bo'lasizmi? Mumkin emas, chunki u shaxsiy narsa. Xat kelishi bor, email kelishi bor, danlilaringiz bor, telefon, notebook, soatingiz ham даже, soatlar ham hozir elektron bo'lib ketgan. Ularda ham NFC bor ko'psida. Hammasi hozirga chiqayotganlarda bemalol soatdan to'lab ketish holati ham bor. Endi soatni nimaga aytyapman? Soatga ham hozir kod qo'yish kerak. Chunki soatni ham base kod telefonga ulab bemalol ishlatadiganlar bor, unaqa qilmanglar. Xo'p, yana nima desa bo'ladi? Gapirib turganda ko'chada ham o'zi haqida ma'lumot berib turganda ham menimcha ancha hushyor bo'lib, ehtiyot bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki siz o'zingiz bilmagan holatda o'zingiz haqingizda ma'lumot berib yuborishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar orqali aytganimdek brute force qilish mumkin. O'zi so'zlar to'plamini yasab olib. Abubakir, endi hayotingizni ozgina aytib bersangiz, tajriba olishlar, sayohatlar. Tajriba olishga to'xtaylik. Hayoti mayli. Tajriba olish menga birinchisi Oxford universiteti tomonidan bo'lgan. Katta rahmat birinchisiga. Malaka oshirishga to'xtaladigan bo'lsak, shu yili martda, ya'ni Oxford universiteti tomonidan Yaponiyaga jo'natildim. Yaponiyaga borib keldim. 2 hafta Linux operativ sistema Kali yo'nalishida darslar bo'ldi. Birinchi borishim shu bo'lgan. Ya'ni Yaponiyaga. U yerda men 2 hafta o'qidim. Kali yo'nalishi bo'yicha. O'zi aslan cyber security'ga menga qiziqishim ham o'sha yerdan ko'tarilgan, ya'ni kiber xavfsizlikka. Qiziqishim eng yuqori cho'qqisiga chiqish darajasi bo'ladi-ku, shu Yaponiyada bo'lgan. Boshqa qaysi davlatlarga sayohat qilgansiz? Endi boshqa davlatlar Turing, menimcha tomoshabinlik qiziq. Endi sanash juda qiyin menimcha. Juda ko'p barmoq aytdi. Albatta. Endi kichkina davlatlardan boshlaysa, o'zimizda Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Latviya shularga chiqib kelganman, ya'ni Schengen vizalar bilan. Yaponiyaga borib keldim. Endi xudo xolasa Xitoyga va undan keyin Turkiyaga niyatlar xudo xolasa shu. Usmon aka, siz boya aytdingiz Amerikada dedingiz. Amerikada nimalar bo'ldi? Ya'ni aytdingiz Covid orqali juda ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Ko'p narsalar ham bo'lgan. Ko'p narsalar bo'ldi dedingiz, shu haqida aytib bersangiz. 4 yil ichida nimalar qilmadik? Hammaga qiziqdi endi. Shu 4 yil ichida nima bo'lgani endi ko'pchiligiga opit bo'ladi. Tajriba bo'ladi deysiz. Tajriba bo'ladi-da. Xo'p, endi borganimda men IELTS, ya'ni bu birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa, xohlagan chet davlatingizga chiqib o'qimoqchi bo'lsangiz, uni hamma o'zi biladi. IELTS 6,5 olgan edim. Necha yosh? 16, adashmasam 16-17 yoshlarimda edi. Keyin James Madison universitetiga, ekonomika fakultetiga topshirdim. Lekin sal hushyor bo'lish kerak shu joyga. Agentstvadan topshirganligim uchun sal nima deydi, ma'lumotlar noto'g'ri almashtirilgan menimcha. O'qish qimmat. Ya'ni yiliga 40 semestrga 17 ming bo'lsa, yiliga 34 ming to'lashga to'g'ri keladigan o'qishga kirib qo'ygan ekanmiz. Endi uni men ham qachon bildim? O'sha bordim. Borgandan keyin Nyu-Yorkka qo'ndik, Virjiniyaga bordim o'qishga. Keyin o'sha men endi tajriba yo'q. Birinchi sayohat. Birinchi chetga chiqqan davlatim o'sha. Atrof muhitda hech kim yo'q taniydigan odamingiz. Endi menga ani o'qib berishgan, payment plan degan narsa bor, to'lovlarni rejalashtirib berishgan. O'shanga qarab rejalashtirib hisob kitob qilsam, birinchi to'lovimni keyin o'sha birinchi bitta semestrga bo'lsam 17 ming kelib chiqyapti-da. O'sha payt Covid bo'lib qoldi. Fevralda ketgan bo'lsam, martda menimcha lockdown boshlandi. shunaqa bo'ldi. Hamma yoq o'sha yo'q, hech kim yo'q. Universitetda hammani tarqatib yuborishgan. Meni ham bitta xonaga o'sha yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, hamma alohida yotoqxonalar bitta-bitta yotishibdi, darslar onlayn. Oshxonalari endi uni oshxona deganda kuxnya deydimi nima? 3-o'rinda turadi dunyoda. Shunaqa katta, zo'r, любой Meksika kuxnyasi, oshxonasi, indiyskiy kuxnya, Hindiston oshxonasi bor edi. Shunaqa zo'r oshxonalari bor edi, lekin u yoqqa chiqish bemalol. Uzunlarni, obedlarni olib kelib olardim. Darslarni qo'yib qo'yardim.
ovqatlanib, darslar qilib, shu narsalar esimda qolib ketgan. Esda qolaylik damlar. Keyin finansiy qiynaldik, to'g'risi. Endi bizning oilaviy ish insonlar bilan bog'liq ish bo'lganligi uchun ozgina uydagi holat ham yaxshi emas edi. Keyin ishlashga majbur bo'ldim. Birinchi eng to'g'ri yo'li u onlayn ish edi. Shu paytda ham. yo'q, onlayn ish bo'lmagan afsuski. Yo'q. Virjiniyadan keyin men Virjiniyani boshqa shahriga ketdim. Covid tugaganda. Yo'q, hali Covid Covid, tugadi. hali Covid. Ha. Ishlash kerak, pul yo'q. Ha. Pul yo'q. Bo'lmishda. Keyin odamni tanishlari orqali sekin topdim. Tabachniy, ya'ni shu tamaki magazini, Maryland shtatida ish, lekin o'zim Virjiniyada yashayman. Ishga borish 1 soat. Borib qaytish 2 soat vaqt olardi. Ko'chishga qaror qildingiz. Virjiniyada yo'q, Virjiniyada turibman, boshqa shaharga o'tdim. Yo, u shahar Aleksandriya degan shahar edi. DC, Washington DC-ni shuni oldida zo'r. Sharoitlari zo'r, havosi zo'r, yomg'irlik, chang yo'q. Zo'r endi. Ketish kerak. Zo'r. Keyin o'sha tamaki magazinida arablar bilan ishladim. Keyin bu yoqdan chiqdimda bo'lmadi. Haftasiga oyiga 600, ya'ni 4 ta odam yashaydigan bo'lsak, shunda ham oyiga 600 man uyga to'lashimga to'g'ri keldi, lekin oladigan oyligim 1200. Ya'ni yarimi yo'q, ya'ni yarimi yo'q. Yarimi ham yo'q. Keyin ketdim, Nyu-Yorkka ketdim keyin. Ish qidirmoqchi bo'ldim. 2 kun, 3 kun yurdim, keyin Filadelfiya shahridan, Pensilvaniya shtatidan ish chiqdi. O'zimizning o'zbeklarni do'koni, trakchiligi, ya'ni fura haydaydigan akalarimizga ovqat, non, yopgan non, o'zbekcha ovqatli osh, tam do'lma. Bordim, yaxshi kutib olishdi. Novolikni o'rgandim o'sha yerda. Yangi kasb. Ha, bir 6 oy yo 7 oy adashmasam agar o'zimdan bir 30-40 2 metrli tandir ichiga kirib yopardim. 100 ta non chiqardi bittada. Voy. Yaxshi ozib qolgan edim, yaxshi chiroyli bola bo'ldim. Keyin yo'qdan olib ketishdi meni. Adam mog'anlari keldi. Bo'ldi endi o'tdi. Keyin trak kompaniyaga olib ketishdi. G'ulom aka, Baxtiyor aka. Trak kompaniyada 2 yil ishladim. Menejerlik lavozimigacha ko'tarildim. Keyin trak kompaniyalarda ham iqtisodiyot qiynaldi. O'sha Amazon deydi, uni logistlar tushunadi. Juda katta bir inqiroz keldi-da, bizning kompaniyaga sal og'irroq bo'ldi. Keyin uydagilarim ham kelishdi oldimga, ota-onam 1,5 yil yashadik birga. Keyin keldik O'zbekistonga. O'zbekiston meni kutib oldi. Keldik oxiri, sog'indik ovqatlar, do'stlar. Tungi Toshkentda sog'inganlar. Keldik qilib. Esonaman. Shu Boshqa davlatda yurish rostdan ham qiziq ancha. ancha dunyoqarashingiz kengayadi. Networking almashtirib. Har xil insonlar bilan muloqot qilasiz. Lekin qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Ko'pchilik Stress. kelib turganda stress. Yo mayli, stress ham u. Ko'pchilik kelib turganda oson, boshqa davlat deb o'ylaydi. Pul ko'proq O'zim yashagansiz, gapirib bering. Misol uchun Latviyada yashaganimda ham ko'pchilik o'ylaydi, rostdan ham ko'proq pul topaman deb o'ylaydi. Boshqa davlatda yashashim, komfort ko'tariladi deydi. Lekin unaqa komfortda ishlash uchun Komfortdan chiqish kerak. to'g'ri, unaqa komfortda yashash uchun ham, ishlash uchun emas. Bu yerdagi komfortni tashlab ketganingiz eng katta qilgan xatoyingiz bo'ladi. O'zi ishlagani ketildimi, boshqa davlatga hech qachon ishlayman emas. Mayli, juda ham ko'p ishlaydiganlar odamlar. Ular ham o'zining oilasidagi komfortdan kechib ketganda, chunki shuni maslahat bermoqchiman, boshqa davlatga ketmoqchimisiz, ko'p pul topaman deb, birdaniga o'ylash kerak emas. Mana hattoki aytayaptilar, Amerikada ham даже qiyin bo'lgan. Mayli, Covid vaqti bo'lgandir. Lekin zo'r. Ha. Albatta, qiziq bo'ladi. Zato Amerikada. Amerika. No, ko'proq pul topadi bizga nisbatan, to'g'ri. Lekin rasxoti ham shunga yarasha bo'ladi. Chunki ham amerikanskiy rasxot. Chunki to'g'ri, borganingizdan keyin o'zbekskiy rasxot qilasiz. Eplaysiz. Bu qachon bo'ladi? Yashashni boshlaganingizdan keyin где-то minimal 3 yoki 4 oy o'tish kerak. Chunki siz o'zbekcha kuxnya, ya'ni oshxona oqtarasiz. O'zi topgan bo'lasiz 3-4 oydan keyin. O'zbekcha milliy taomlarni o'zingiz uyda pishirishni boshlaysiz. U lekin boshida bo'lmaydi hech qachon. Minimal 3-4 oylardan keyin bo'ladi. Boshida bo'lib ko'proq pul olib ketish kerak, boshqa davlatga ishlagani borgan vaqtda ham ko'proq pul olib ketish kerak, chunki joylashib olgunizcha bo'lgan vaqt bo'ladi-da.
u vaqtda ancha qiynalasiz, ko'proq summa ketib qoladi. Nimaga buni gapiryapmiz tajriba sifatida boshqalarga ham biza qilgan xatolarni qilmasligini, nima xato bo'lgan, birinchi navbatda til bilish kerak. Men bilganman, til shunga sal oson kechgan. Til bilmasangiz juda azob, juda qiyin bo'ladi, chunki uni tushunsa kerak hamma. Ikkinchidan o'zingizga pishbu bo'lishingiz kerak. Chunki u yoqda shustrik bo'lmasangiz qiyin. Mana shu narsalarga qattiqroq e'tibor beringlar degan ma'noda aytyapmiz. Hushyorlik davr talabida metroga ham yozib qo'ygan edi. Aha. Bizani mehmon qilib podkastga chaqirganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat, Katta rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat bizani podkastimizni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Fikrlarni izohda yozib qoldiringlar. Sizlarga podkast yoqdimi? Keyingi podkastlarda qaysi mavzuni yoritishimizni xohlaysizlar? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.